Assalomu alaykum qadrdonlar, navbatdagi ishlarimiz mana Damas ko'rib turibsizlar. Orqa krilosiga tiko yetib olibdi ekan, sal qattiqroq bo'libdi. Endi iloji yo'q, kriloni almashtiramiz. Chunki shpogilovka bo'lib o'tirmasin. Bitta sharingizni egalari. Shu sababdan endi buni yangi krilo olib kelib, mana shu tagidan nosvoy qilib yangi krilo o'rnatib olamiz. Kuzatib o'raylar qadrdonlar, kimga shunaqa ishlar kerakmasa, bemalol aytib o'rishingiz mumkin. Ilohim hech kim bunaqa avariyaga tushmasin. Mabodo usta kerak deganlarga podelitsiya qilib qo'ysanlar bo'ladi videolarimiz. Mana video qilish hayoldan o'tib qolibdi. Mana xudo xolasa bir tayyor mana. Yangi kriloni qo'yib qo'ydim. Svarka qilib qilib qo'ydik. Mana bog'lar eng qizig'i mana shtamp qarani. Voy, mana qani pechatni o'xshatganimi qarani, mana qani pechatini. Zoisko pechatini kraskalarga ko'ramiz qanaqa chiqadi. Mana tishvorim Max Prushini bekitib qo'yishim kerak bir nima qilib. Bir narsa qilib shpogilovka to'ldirib qo'yamanmi? Lekin mana qarang. Az kraskadagi cho'tka ko'rinadi. O'xshatdim bitta yangilik kiritdim-da shunaqa qilib. Mana kraska qilib bo'ldim. Mana qarang, eng qizig'i mana. Zoisko anaqada singari bo'lib chiqqan. Mana nasihat mo'chma zakilovkan singari. Hayt. Mana yerda ham bordi. Mana ularda ham. Qara, zo'r. Qo'ytiramiz, yig'amiz. Mana xudo xohlasa damazimiz ham tayyor. Mana ular ketdi-yu, lekin bajarib qoldi, eshitmay qoldi. Mana uni qarang, eng qizig'i mana. Zakilovkalarga o'xshaganda qarang. Vachach. Zo'r o'xshaydi lekin zakilovka. Zo'rskiga shunday tiniq chiqdi. Mana xudo xolasa tayyor, endi egalari kelib ketadiganlar. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sho'ylab qilib chiqazib beramiz inshaalloh, Alloh qo'lida qilgancha.